Moving up and down the game. There's no discard in the war. Don't. حاضر ماشي كمان نقطة Sendarni aytam, bir kun ro'za tutmay, lekin 30 kun iftorlikdan turib qolmading-a? Ha, aylanay, sen bilasanmi? Bastırında ne son bu? Sıla bilan o'tpakka döndüler. Ana dugonasiga buni. O'ynanib ketdi. Ukani nima bo'lsa onasini bilsani yo'q o'tib biladilar. Kot. Alhamdulillah rabbil alamin. Optasini lazerkani. Qani boshqa ishqalaringiz hurmatini tekshirib ko'ramiz. Birinchi holat bu chekinchilar holati. Davom etamiz. İkinci bosqich bu. Qani boshqa ishqalaringiz holatini tekshirib ko'ramiz. Birinchi holat bu chekinchilar holati. Davom etamiz. İkinci bosqich bu. Hushsiz. Hisoblanadi. Davom etamiz. Üçüncü bosqichimiz oddiy insonlar holati. Kim shu yo'lga kelgan bo'lsa like bosib tarqatamiz. Va oxirgi holat sportchilar holati. Bunga faqat 5% insonlar qo'shiladi.
navbatdagi mijozimiz shunga yetib ketdilar. Bu nolasi ekan, bu biza bilmadik. Qara. Shu turgan qizni uraversang. Sumalak tushilayotganda masalliqlardan tashqari qozonga nima solinadi? G'isht. Kesak. Temir. Tosh. Albatta tosh solinadi sumalakka. Tosh. Jarangli undashning jarangsiz justi bilan shakldor so'z yasovchi qo'shilgan o'zlashma antonimiga sinonim so'z so'zdiruvchi vazifasida kelgan gap ishtirok etgan qatorni toping. Prosta ish yo'q deb qo'ying. Sumalak tushilayotgan Qizlar mashina almashtirganda. Qo'llar mashina almashtirganda. Qizlar mashina. Video alalım. Bir ovsar o'qni noto'g'ri tomonga otib yuboradi va o'qning yo'nalishi to'g'ri boradi. Uning ichida bir bola kalni o'tgan bo'ladi. Afsuski bola o'lmaydi. Uni hayotdan saqlab qolgan narsa kitob bo'ladi. O'q kitobni ichiga kiritadi va tezligini yo'qotadi. Savol: bolani qutqarib qolgan kitobning nomi nima edi? Kommentariyada yozib, obuna bo'lishni ham unutmang. Bir ovsar o'qni noto'g'ri tomonga otib yuboradi va o'qning yo'nalishi to'g'ri ichiga kirib boradi. Uning ichida bir bola kalni o'tgan bo'ladi. Afsuski bola o'lmaydi. Qaysi mashina xavfli vaziyatda omon qola oladi? Gentra. Alo apa, aytgan gizoz yo'qmi? Men bir tomon dupan berdi. Pastdan ishidi? Assalomu alaykum. Salam. Ben Sara varım. Men sizin o'g'limman. Gittim. Vallahi şunu azgın bulmasam. Başka sürülmeyin lekin ağa. Apamdan hem üstümden gülerdi. Nechun bu derece benim boyumuzun? Vallahi onda o'ylayotganda yaqindan tarqaldi. Qo'rqtirlar.
Saudiya davlatidagi eng mashhur odam kim? Bu Braziliya. Bayroqda asosan nima joylashgan? Bayroqda asosan yulduz joylashgan. Saudiya davlat ovqatlari asosiy achchiq. Shunaqada. Achchiqmi? Siz o'ylagan davlatga borganmisiz? Sen borganman. Sen o'zing o'ylagan davlatga sen o'zing borganmisan? Like boss. O'yla. Mana o'yladim. Siz ham mashinalarni bakoyni yozuvni o'qigansiz, to'g'rimi? Lekin nima deb yozilganini hech qiziqib ko'rganmisiz? Object in mirror air close than they appear. Bir xil mashinalarda bu arabcha yozilgan bo'ladi, bir xil mashinalarda xitoycha yozilgan bo'ladi. Buni tarjimasi endi nima degani? Ko'zgudagi obyektlar ko'ringanidan ko'ra yaqinroq degani. Ya'ni bu yerda ko'rayotgan narsalar hayotda o'zidan ham yaqinroq degani. Oynaga ishonib qolmanglar degani. Siz uchun bu foydali ma'lumot bo'lgan. मतलब ये वाली ट्रिक के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। हम मिड स्टेज के ऊपर चढ़ सकते हैं कुछ इस तरीके से। सेकंड ट्रिक है। और तब से कहाँ थी ये वीडियो ब्रो? मैं कितना ट्राई करता था, पहले चढ़ ही नहीं पाया। बट मैं जरूर मिड स्टेज चढ़ के ये थर्ड ट्रिक है। तो फटाफट आप लोग भी अपने दोस्तों को ये वाली शेयर कर दो। भाई मतलब Nasıl ya burası göstermez. hozir olmani bo'yab olib kiraman. Agar o'xshamasa keyingi safar iPhone'ni olib kiraman. Amerikadan olib kelganman. Steve Jobs padaga qilganlar menga. Hisoblab bering. Endi Varshavani ochilib bordik. Olmani olib kelgan, ishlanganini. Bu tillamasi ko'rinib turibdi, odam. Qanaqasi tilamiz? Oldin tekshirib ko'ring. Tillarchimisiz? Ha, tillarchiman. Nima o'tiraman tillarchiman. Oldin tekshirib ko'ring. Ko'rinib turibdi-ku. Ko'rinib turibdi tillamasi. Ko'rinib turibdi. Tillamasi ko'rinib turibdi. Ha, tekshiraman xotirjam bo'lish uchun. O'tiravering bemalol. Mana olmaymiz analizi aytgandek qisqa buni olmani temir moddasi bo'lgan. Temir ko'rsatdi, yana metalli. Xullas o'xshamadi. Steve Jobsdan suvenir. Hech pul yozib qolasiz. Qaring, kraskalari ham yo'q ketdi. Xotirban kelasiz kraskasi. Hech pul olmani kilosi. Ishlangan bo'lsa ham olmani kilosi bilan hisoblayapsizmi? Mana shuncha mehnatim ketdi. Chala mehnatingizni bo'yaganingizni qarang, xotirmasdan. Bo'pti. Mayli, sizga Steve Jobsdan padarka olib qoling, suvenir qilib qo'yasiz. Mayli, o'sha mehnatingizni hurmat bilan 50 ming beraman, rozi bo'ling. Mayli, xo'p. Hozir tillarchilarga olmani bo'yab Erangel xaritasidagi shelter real hayotda bor desam ishonasizmi? Hozir sizga batafsil tushuntirib beraman. Undan oldin bizga obuna bo'lish va videoga like tugmasini bosing. Erangeldagi eng labirintga o'xshash shelter o'zining chalkash tunnellari va labirintga o'xshash tuzilishi bilan juda mashhur. Real hayotda tashlab ketilgan yadro ombori. Ukrainadan ilhom olgan. Shelter Sovet davridagi tashlab ketilgan yadroviy bunker. Ichkarida harbiy gospital, omborxonalar va strategik xonalar mavjud. Devorlardagi yozuvlar va umumiy atmosfera xaritaga o'zgacha sirli kayfiyat bag'ishlaydi. Erangel Xo'p, olaman, faqat ustizga ishdan kelsangiz bo'ldi. Xo'p bo'ladi-da. Yigit so'zidan arslan izidan qaytmaydi deganlardek, Hasan aka siz taklif kiritdingiz, men bajardim va ko'ylak lozim kiydim. Va'daga vafo qilgan holda va'dangizda turib, Qashqadaryo Reserve avtosalonidan istalgan mashinani xarid qilib ketishingizni kutib qolamiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu mashinani siz uchun shay holatda taxlab qo'yibmiz. Shunday ekan, Qashqadaryo Reserve avtosaloniga tashrif buyuring. Takliflarimiz o'sha boshlang'ich 30% dan 60% to'lov qilib, qolganini muddatli to'lovga yoki
Yeah, boy. Havalara azap vermekle. 10 ming dollar bersam, pastdagi bomush oyog'idan opasanmi? Billa, yana boshladingmi? 100 ming dollar beraman. Burun qo'lim bo'lasanmi? O, menga qara. Bir sendan pulim yo'q. Davay, ber shuni qilaman desam, bera olmaysan. Bo'ladi. Pulim bo'laman deb topaman. Pulim yo'q baribir. Bo'ldi-ki. Bir soatda mashinani chiqarib bera olsa, burun qo'ling bo'laman. Agar takka olmasang, burunga qo'lim bo'lasan. Tavay onasini ketdi mana. Mani bassa bir soatga ishim bor. Pastga tushib chiqaman. Suynon quflab ketaman. Bo'ldi gap. Bir soatda mashinani tugataman. Bili. Chaqib bo'ldingmi? Chaqib tugatdim. Burunga qo'limsan. Qancha qilsang. 10 ming dollar. O'zimni afki qilib ko'rsataman. Komandami reaksiyasini ko'ramiz. Video yoqsa like bosish esdan chiqmasin. Sıkıla oynayayım mı? Keyin man berib turib. Şuna berasiz? Bo'ptilar. Kelinglar bo'ldi. Bermadim ben. Voy, taskalari bor ekan. Kuchli sumkalar bor ekan. Ko'z notlari bor ekan. Kelinglar ko'ramiz. Bugun kitobimiz mehmon bo'lib keldi. Xonamizda qilishimiz kerak. Jadadan qanilar? Hammasi qizim bugun padorga kirmaslik kerak. Men bu ish bilan qilaman. Ukajon, qalaysiz? Operatsiya boshlandi. Opajon, bilaman. Kelin. Abiyatxonadan chiqib ketdi. Yangi ko'rpachalar. Mana. Abek ko'pincha oldidan ketdi. Opajon, yangi o'xlab, hali bir marta ham xamir yoymadi. Mana, oling, kerak emas menga. Katta xaltaqtimi bular? Opa teymang, biza xaltaqda boring keting. Ko'rdim-da, bir uka. O'zingizdan bor. O'zim bilaman. Kelin, his qilyapsizmi? Ne qilib o'qiyapman? Bir bo'laman. Maqsadli katta opa. Omadingiz bersin. Ruchkam qani? Opa. Mana, bitta ruchka ekan. Ko'kshonidek ko'rishimda shu qazalamiz sabr. Yakina boraman hay. Qizim, mehmonga kelding hozir. Assalomu alaykum. Yaxshi. Burgut ko'chada. Mayli qizim yaxshi bor. Kelib tur, kam. Zo'r bo'ldi, qani? Dada, ularning bittasi yo'q. Tirchilamay ye, omamada. Mittimi ulug'bekni birinchi qo'ygan postlarni sizlar bilan birgalikda ko'raveramiz. Xuddi shu ko'rib turganinglarni Farhod bilan birga tushgan rasmlarini 2020-yil 5-yanvar kuni qo'ygan ekan. Taxmin-chi, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Bundan keyingi kontentimizni kimni profilini ko'rib chiqamiz.